Shahram kim? Shohjahon. Yo'q, Shahram kim? Boks nimada? Boks qayerda turibdi, Shahram qayerda turibdi-da? Hozir Shahram meni maqsadim jahon chempioni bo'lish, u qilish, Amerikaga borib meni maqsadim boshqa narsa. U 66 kilogramga vesini ko'taribdi. Hozir nimalarda, reytinglarda 66,5 da. Lekin 66 bu boks qayerda turibdi? Jahon chempionlik kamari Shahram qayerda turibdi-da? Agar Shahram 22 yoshli, 23 yoshli yo 20 yoshli sportchi bo'lganda dalshi o'sib ketadi, bu hali zo'r bo'lib ketadi, bu yosh bola hali Fikrlarini tasdiqlasa bo'lardi o'shanda. Yo'q, fikrlarini emas, jismonan ham. Jismonan ham o'sadi hali bu hali zo'r bo'lib ketadi. Masalan, yosh sportchilar bor-ku, 20, 22, 24 yoshli bolalar, hali ularning suyagi rostmana qotmaganda, hali ular 27, 28, 30 ga kirguncha hali ularda podium bo'ladi-da sport yo'nalishida. Shahramda yana qanaqa podium kutyapsiz? Professionalda qanaqa podium kutyapsiz? Yoshi 30 ga kirdi. Yana 3 yil, 2 yil tushadimi boksga, yo'qmi? 35, 36 ga kirib hech qaysi boksyor tushmaydi, odamga kalla kerak.